Dadasi? Nima? Xullas doktorga bordim. Ha? Ish qilib umid yo'q ekanmi? Nafasingizni siqiling. Xullas, menga hordiq kerak ekan, menga kislorod kerak ekan, menga neobechniy parvarish kerak ekan. Ha bu erkakka ham parvarish kerakligi haqida aytishmadimi? Dazmollangan kiyim kerakligi haqida aytishmadimi? Ketiga o'ylab miya energiya olasan-ku, yetmas ekanmi? Xullas doktor aytdi, agar xotin kerak bo'lsa, kerak emas. Unchalik kerak emas deyman-da. Xo'sh, sen nima uchun kerak bo'lar ekansan? Xullas, agar xotin kerak bo'lsa, meni bir Maldiv orollarigami, Baligami yoki Antaliyagami, xullas dengiz bo'ylariga olib borib dam oldirib kelar ekansiz. Men bir yildan beri qishlog'imga bora olmayapman, bu Baliga borarmish. Dengiz deydimi? Umrda ko'lmakni ko'rmaganim. Moldivga borarmish. Enangga jo'nataman molni boqasan. Nega qara? Doktor ayol kishimidi? Ha, ayol kishi. Xo'sh, qayerga boramiz? Boshqa doktorga boramiz. Dadasi? Ha? Keldingmi? Xullas, boshqa doktor aytdi. Men o'ladigan kasal ekanman. Yo'q. Shunaqa xotin. Men sensiz chidolmayman, yasholmayman. Shunaqa ekan. Xullas, operatsiyaga 500 million so'm kerak ekan. Yoki 500 million topib operatsiya qilar ekanmiz, yoki o'lar ekanman. Endi bu xush xabarmi, shu xabarmi bilmay qoldim-da. Xullas, vashcha qiyin operatsiya ekan. Srochniy pul topmasak bo'lmaydi. Yoki nima? Men o'lamanmi? Xotin, har ikki gaping birida. O'layagar derding. Menimcha shu bashoratlaring chicha to'g'ri kelyapti-da. Uzr, bu noxush xabar-da. Shunda men o'lamanmi? Menimcha o'lasan xotin. Chunki menda uncha pul yo'q. Nimaga? Nimaga? Va iplas shuncha pulni yeb ichib o'rgansan. Nafs.